Hammaga salom bolalar. Bugun sizlar bilan men yana Shoh bolalar. Bugungi videomizda bizlar maktab serialini olamizlar. Bugun birinchi qism, lekin meni ismim bu videoda Husan bo'ladi. Hasan bo'ladi. Короче, videoni boshladik. Mana bolalar, darslarimiz oldim. 5000 pul oldi. 5000 pul olib, 3 ta olma oldim o'zimga, ruchka mana. Ketdik. Ketdim, короче. Husanni chaqirishim kerak. Husan qayerda ekan? Mana maktabimiz. Husanni chaqirib kerak. Husan chiqsami? Husanim chiqayotgan bo'lsa kerak. Mana uyi. Mana chiqib kelyapti Husan. Husan! Voh, Hasan! Qaniysan Husan, do'stim? Ko'rishmaganimni ham ancha kutdi. Yo, to'g'ri. Ketdingmi? Ha, Ketdik. Soat necha bo'pti qarayarchi? Soat hali soat bu maktab boshlandi. Ketdik ustoz. Soat 8:30. Soat 8:30 da boshlansa 9 bo'lib ketibdi. Voh, biz o'ltiribmiz joyini. Qadi. Ya, iflos eshak. Oyoq eshak. To'xta, tezlash. Qorovul. Yaxshi maktablar. Qorovul yaxshi. Assalomu alaykum ustoz. Ha, kelinlaringmi? Nima ustoz kechiring, mana kutib o'qib qolibman. Mana Hasan, Husan. Meni o'ldiraoldi. Mana yerda o'tirdik bizlar. Mana bu narsani, bor o'tib ket. O'tir. Davay, to'ng'ay. To'ng'ay deyapman, o'tir. Ustoz, ana matematikaning birinchi dars. Ha, matematika, oylar matematikani. Matematikani ol. Qas. Ustozga aytib bermoqchi. Ustoz, nima qilaylik? Matematikani ollalaringmi? Ha, oldik. Endi men sizlarga hozir misol beraman, kutib turinglar. Bolalar, короче, ustoz misol berdi. Men yozishni boshladim. Sen yozasan. Короче, ana yozamiz. Misol. Bo'ldi. Mana ustoz aytganday 2 qo'shuv 2 barobar javobi nechi bo'lar ekan? 2 qo'shuv 2 javobi 5 ku. 5. Pastdan 2 plus 5 plus 5 plus 5 575 dan Ustoz, hozir var kerak. ayiramiz 4. Nima yotar? Mayli. Короче, ana buni javobi 473 bo'lsa kerak. Bo'ldi. Ustoz, men bo'ldim. Opke. Bo'lib kelyapman mana. Mana ustoz. Mana. Ko'ring, mana. Ya ustoz, kechiring, uriyapman mana. Ko'rsatyapman mana. Yaxshimi? Sen 2 ta xato qilsan. 2. Ustoz, kechiring meni. Misollarni boshqatdan yechib kel. Bo'pti, ustoz. Nima bo'ldi, Husan? Men qo'lni ochib qo'ydim. Nima eding? Olmami? Tanamiz bo'ldi, ketdik Husan. Ketdik. Meni qo'ydim, boraman. Hozir. Bolalar, men bufetga ketdim. Bufet qaysi qavatda edi, qarang. 2-qavatda. 2-qavatdami, 3-qavatdami? 2-qavatda. Ha, 2-qavatda ekan. Mana bufetga keldim, oshxona. 4
tortni pulini mana yoqqa taylab ketamiz. Ovqat. Mana yerga ikkita olmosga nima beradi? Ikkita steak beradi. Bo'ldi. Yeb olamiz. Yeb oldim mana. Ketdim men. Orqasiga kel. Bo'ldi. Husan bizlarga borki telefonimizdan tashabdi, orqasiga kel deb yozib tashab ketibdi. SMS tashab. Bo'ldi, ana voleybol tarafgami? Basketbol qiladi. Tarafga. Bo'lsa kerak. Borishimiz kerak. Qani orqaga Husanni uyi. Qayerda ekan Husan? Bolalar bizlar bitta uyda yashamasligimiz sababi bizlarning uyimizda yuribdi. Nima qilibsan, Husan? Men seni zabit pakasi. Ketdi, ko'r. Kirish bo'ldi. Ustoz bizni Let's go. so'kadi. Eshikni ochir. Sen o'ylayapsan. Aytdimmi? Ular qorovulni topolmadik. Ikkinchi soat fizika. Ketdik betdi nima qilamiz? Fizika ikkinchi qavatda edi. Yo, 3-qavatdamidi? Yo, 3-qavatda ekan. Ha, 3-qavatda. 3-qavatda remont bo'lyapti, adashmasam. Yo'q, Bilmadim, mana ekan. Mana. Fizika. Bizlar mana yerda o'tiraychilik. Oxirda emas, mana yerda o'tiraychilik. Ha, bo'ldi. Fizikada xohlagan joyda o'tirsa bo'lar bilsang. Men mana yerda o'tiraman. Yo, bermas, mana yerda o'tiraman. Ustoz yo'q-ku. Yarımgacha o'ynab turamiz. Sakra. Happy. Smart televizor yo'qmi? Fizika xonasida smart televizor bor dedi-ku. Ha? To'g'rimi? Och ko'z. Nima qilyapsan? Menga olma ber. Endi ikkitadan olma qolaylik, men qornim to'q. Menda olishdi. Короче, bolalar, ustoz kelguncha ketdik, qulashmacha o'ynaysanmi? Ana. Qoch. Sen nima men qulaysan? Nima? Turda, kim qo'yib olgansan? Yig'ib ketdilar. Ustoz kelar hozir. Ustoz kim ekan? Ketdim men o'qituvchilar xonasiga borib kelay. Bola o'qituvchilar xonasiga borib kelaman hozir. Bolalar, do'stim ketib qolgani uchun bu videoni keyingi qismida olamiz. Maktabning ikkinchi qismini keyingi qismida olamiz. Короче, videoni tugatishga majburman. Ikkinchi qismini olishimiz uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariya yozinglar. Kommentariyalaringiz biz uchun muhim. Bo'pti, xayr bolalar.